Bugungi video darsda ikkilamchi gemostaz haqida gaplashib o'tamiz. Dastlab gemostaz so'ziga ta'rif bersak. Gem qon yoki qon ketish ma'nosini bildirsa, stas to'xtash ma'nosini bildiradi. Ya'ni gemostaz bu qon ketganda uni to'xtatishga qaratilgan jarayonlar birlashmasi deb atashimiz mumkin. Gemostaz ikki fazadan iborat: birlamchi gemostaz va ikkilamchi gemostaz. Ikkilamchi gemostazni koagulyatsion gemostaz ham deyishimiz mumkin. Birlamchi gemostaz natijasida trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi va ikkilamchi gemostaz natijasida mana shu trombotsitlar tiqinni mustahkamlash natijasida fibrin hosil bo'ladi va fibrin iplari unga mustahkamlik baxsh etadi. Ikkilamchi gemostazni aytib o'tganimizdek, koagulyatsion gemostaz ham deymiz va bunda plazmada uchrovchi 15 ta faktorlar ishtirokida boradi va bu faktorlarning proteolytik aktivlanishi bilan borib bir-birini aktivlaydi. Kaskad reaksiya natijasida bir ferment ikkinchi fermentni aktivlaydi va oxirgi bosqichda fibrin iplari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan fibrin iplari birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombotsitlar tiqinini mustahkamlaydi. Agarda organizmda gemostaz jarayoni bo'lmaganda, ya'ni birlamchi ikkilamchi gemostaz bo'lmaganda, oddiygina bir ukoldan ham organizmimizda juda ko'p qon yo'qotgan bo'lardi. Endi ikkilamchi gemostaz haqida gaplashsak. Ikkilamchi gemostazning shakllanishi fibrin hosil bo'lishi bilan boradi dedik. Bu tashqi va ichki yo'l orqali boradi. Ichki yo'l deyishimizga sababi bu faktorlar qon ichida yoki ichkarida joylashganligi sababli ichki faktorlar deymiz. Tashqi faktorlar bu to'qima faktori, ular qondan tashqarida joylashgan va bu ikki faktor bir-biridan mustaqil ravishda rivojlanadi va umumiy yo'lga 10-faktorni aktivlaydi va umumiy yo'l orqali kaskad reaksiyaning qolgan qismini aktivlaydi. Endi tashqi yo'l haqida gaplashsak, masalan, qon tomir devori shikastlandi, buning natijasida endoteliy ochilib qoladi va uning ostida joylashgan silliq muskuldan 3-faktor, ya'ni to'qima faktor ajraladi. Bu hujayra membranasida joylashgan faktor hisoblanadi, shu sababli to'qima faktor deb ataladi. Qonda 7-faktor deb nomlangan ferment mavjud. U qisman aktiv holatda uchraydi va proteolytik aktivlikka ega bo'lib, qolgan fermentlarni katalizlash funksiyasiga ega. Shu sababli buni 7A faktor, ya'ni aktiv faktor deymiz. 7A aktiv faktor to'qima faktori va kalsiy bilan birgalikda kompleks hosil qiladi. Bu kompleksni 7A va to'qima faktor kompleks deb ataymiz. Demak, bu jarayonda to'qima faktor va kalsiy kofaktorlik funksiyasini bajaradi va hosil bo'lgan kompleks 10-kompleksni proteolytik aktivlab, uni 10A kompleksga o'tkazadi. 10A kompleksimiz proteolytik aktiv bo'lib, u 5-kompleksni 5A kompleksga o'tkazadi. 5A kompleks kalsiy va 10A kompleks yordamida protrombinaza kompleksini hosil qiladi. Protrombinaza protrombindan trombin, ya'ni 2A faktorni hosil qiladi. Birgina protrombinaza kompleksidan 1000 tagacha trombin hosil bo'lishi mumkin. Bu jarayonda hosil bo'lgan trombin bir nechta jarayonlarda ishtirok etadi. Birinchidan, u trombotsitlar yuzasidagi retseptorga birikib, ularni aktivlaydi va natijada ulardan pseudopodiyalar hosil bo'lib, ular bir-biriga birikadi, ya'ni ularni agregatsiyasi ta'minlaydi. Ikkinchi, u boshqa kofaktorlarni aktivlaydi. Masalan, trombin ta'sirida 5, 8 va 9 faktorlar aktivlanishi kuzatiladi va uchinchisi fibrinogen, ya'ni trombin ta'sirida fibrinogendan fibrin hosil bo'ladi, ya'ni birinchi faktordan 1A faktor hosil bo'ladi. Fibrin esa bizda ikkilamchi gemostaz mahsuloti bo'lib, u fibrin ipchalarini hosil qiladi va hosil bo'lgan shu fibrin ipchalari birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan tiqinni mustahkamlaydi. 4-funksiyasi stabil ferment 13-faktorni 13A faktorga o'tkazadi. 13A faktor kalsiy kofaktor yordamida eriydigan fibrindan erimaydigan fibrin hosil qiladi va bu birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombotsitlar tiqimini mustahkamlaydi. Endi ichki yo'l haqida gaplashsak. Ichki yo'l 12-faktor boshlaydi, ya'ni kontakt faktori. Bu aktivlangan trombotsit yuzasidagi manfiy zararlangan fosfatlarga tegishi natijasida yoki endoteliy zararlanishi natijasida uning ostidagi kollagenga tegishi natijasida aktivlanadi va 12-faktor konformatsion o'zgarishga uchrab, 12A faktor aktiv holatga o'tadi. U
kalsiy kofaktorligi yordamida 11-faktorni aktivlaydi. Hosil bo'lgan 11A faktori kalsiy kofaktorligi yordamida 9-faktorni aktivlaydi. Endi hosil bo'lgan kompleks 9A, 8A va kalsiy kompleksi 10-kompleksni aktivlab, uni 10A kompleksga o'tkazadi. Normal holatda 8-faktor qonda faktor von Willebrandda birikkan holatda uchraydi. Faktor von Willebrandda bu trombotsitlar shikastlanishi natijasida yoki endotel shikastlanishi natijasida hosil bo'ladi. Ikki koagulyatsion test ahamiyatli hisoblanadi. Biri protrombin vaqti, bu tashqi yo'lni ko'rsatsa va ikkinchisi bu ichki yo'lni ko'rsatuvchi qisman aktivlangan tromboplastin vaqti hisoblanadi. Endi barchasini umumlashtirish uchun oddiygina mnemonika usulidan foydalanamiz. Demak, agent 007 bu 7-faktor. U to'qimaga aksirdi. Demak, bu to'qima faktor. U tashqarida katta tennis o'ynadi. Demak, bu tashqi yo'l va umumiy poyezdga mindi va umumiy yo'lga o'tdi. Endi bizda fermer bor. Uning qo'lida 12 ta tuxum bor. Bu 12-faktor, ya'ni Hageman faktor. U ichkarida stol tennis o'ynadi, ya'ni ichki yo'l. Endi uning qo'lidagi bitta tuxum sindi va natijada 11-faktor hosil bo'ldi. Uning oldiga demak 9 ta jonga ega bo'lgan mushuk keldi. U etigi bilan uni urib, uni jonni bittaga kamaytirdi. Demak, bu 8-faktor. Va fermer umumiy yo'l, ya'ni poyezdga mindi. Demak, ular umumiy poyezdga mindilar. Poyezdda 10 ta joy mavjud. Bulardan 5 tasida passajirlar bor ekan va natijada ko'rib turibmizki 5 tasi bo'sh. Undan 3 tasiga keyin yana kelib passajirlar minishdi. Natijada 2 ta joy bo'sh qoldi. Endi bitta joy bo'sh qoldi va bu bo'sh joyga ikkalasidan biri borib o'tirishi kerak. Endi barchasini umumlashtiramiz. Ikkilamchi gemostaz natijasida fibrin iplari hosil bo'ladi va bu hosil bo'lgan fibrin iplari mustahkamlash vazifasini bajaradi. Demak, ichki yo'l haqida boshlasak. Ichki yo'l 12-faktorni aktivlanishi natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni trombotsitlar aktivlanishi yoki kollagenga tegib aktivlanish natijasida 12-faktor aktivlanadi. Keyinchalik 12, 11, 9 va umumiy 10-yo'l aktivlanishi bilan boradi. Va bu yo'ldan keyin 2-faktor hosil bo'ladi. 2-faktor o'z navbatida 1-faktorni aktivlaydi. Bundan tashqari 2-faktor qolgan kofaktorlarni aktivlashi mumkin. Ular demak 5, 8, 9, 13-faktorlar hisoblanadi. Tashqi yo'l 3-faktor, ya'ni to'qima faktordan boshlanadi va u 7-faktorni aktivlaydi. Va shu yo'l orqali 10-faktor aktivlanadi. Endi qondagi 2, 7, 8, 9, 10, 11 va 13-faktorlar ular kalsiy yordamida aktivlanadi. Siz bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 5-kurs talabasi Rahmatov Erkinjon bo'ldi. Kamchiliklar uchun uzr. Keyingi video darslarda uchrashguncha xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.